Assalamu alaykum do'stlar. Bizning mingda bir xazina topshiruvini rahim etiniz. Bugun bizda qonaqda Amina hamda endi Zinnur. Hallaringiz nechuk? Bek yaxshi do'stlarim. Do'stlar, siz ustalda narsalar ko'rasiz? Karton, tog'i, albom, tog'ida Karandaş. Eye, flomaster, Amina durust. Ularning borasida narsa birlashtiradi deb o'ylaysiz? Ular borasida narsadan ishlangan? Zinnur. Qog'oz. Qog'ozdan. Afarin Zinnur, bek durust. Sizning qog'ozdan narsalar ishlab qaraganingiz bor. Balki rasm yosaysizdir, balki qog'ozdan ishlangan turli qo'l ishlari bilan shug'ullanasizdir. Narsalar yosaysan qog'ozdan Zinnur? Samolyotlar yosaysingdir, evet. Tog'i? Bir narsada yosamaysan? Yori, burshilma, bugun biz sizning bilan ishlab qararmiz. Men rasm yosarga bek tayyoratam. Amina, sen rasm yosarga yaratasizmi? Yaxshi. Bir qog'ozdan ko'pmi turli aybirlar ishlab bo'ladi do'stlarim. Biz qog'ozni kunda deyarli qo'llanamiz. Daftar, jurnallar, turli otkritkalar, qiziqli kitoblar, bo'yog'ichlar, ham tog'ida bek ko'p aybirlar. Amina, siz qog'ozni bizga qaysi ildan kelgan deb o'ylaysiz? Zinnur, bilasizmi? İspanya. Yo'q, durust tug'il. Amina. İtalya. Yo'q. Ol bizga Xitoy ilidan kelgan. Birinchi qog'ozni bizning eraga qadar 105-yilda Xitoyda Saylun yasalgan deb sanalgan. Bagdadda yashovchi musulmonlar Xitoylarning sirlarini tushunib, o'zlari qog'oz chiqara boshlaydilar Zinnur. 794-yilda Jaffar ibn Yahya Bagdad shaharida birinchi qog'oz tegirmanini tuzdi. Ondan so'ng zo'r qog'oz fabrikalari ochila, ko'paytirib qog'oz chiqa boshlaydi. Qog'oz yetishtiruv kunbotish illarini tarala. Qog'ozning o'zi narsadan ishlay boshlaganlar deb o'ylaysiz? O'g'ash. Albatta, afarin. Qog'ozni eng boshda belgili bir og'ochning tuzidan yosay boshlaganlar. Musulmonlar og'och tuzi o'rnina kindir to'qimani qo'llana boshlaganlar. Jittin shupraklarni kesib suvda jibitganlar. Shupraklar suvda ko'tarila boshlagan. Ondan so'ng shupraklarni qaynar suvda qaynatib, pishroq bilan siltidan chiqarganlar. Amina, shista shuprak kesaklari o'zi tushib turuvchi zo'r shukish bilan yumshoqlantirib, bir massaga keltirganlar ekan Zinnur. Haligi qog'oz ishlash usulini birinchi topqir musulmonlar ishlab qaraganlar. Haligi qog'oz bek sifatli kelib chiqqan. Qog'oz turli illarga tarala boshlagan. Uning sostavi tog'inda sifatliroq materiallarga olishingan. Bugungi kunga kelsak, qog'ozni og'ochlarning turli turidan yasab bo'lar ekan. 9 turi bor. Norad, shirshi, oq shirshi, zirik, qo'yin, terak, usoq ham buk og'achi. 1 tonna makulatura 17 og'achni kesuvdan saqlay ekan. Bu ko'lamdagi shimoldan 30 ming g'odiy maktab daftarlari yasab bo'lar ekan. Ilk qog'oz surg'ut kuran tusda bo'lgan. 18-asrda xlor elementini ochqach, uni qog'oz og'artuvda qo'llana boshlaydilar. Bu xlorni sanoatda birinchi topqir qo'llanib bo'lar. Qog'oz yetishtiruv boshlov bilan yangi hunar egalari borliqqa kela boshlaydi. Kimlar eng birinchi borliqqa kelgan deb o'ylaysiz? Zinnur. Ha? Rasm yasovchilar. Shulaymi? Zinnur, bek durust. Qog'oz chiqa boshlov bilan bo'yovchilar, yozuv qorasi hozirlovchilar, motor qo'lyozma yozuvchilar ham kalligrafiya ustalari borliqqa kelgan.
Biz de bugün sizin bilen qog'ozdan lala shashagi hazırlarız. Dostlarım, siz hazır mı? Zinnur, hazır mı lala shashagin ishlarga? Yarıy, aydagiz boshlaymiz. Do'stlar, mana endi biz lala shashagin ishlab bitirdik. Ayda güzeli bir-birimizga shashaklarimizni ko'rsatib olaylik. Zinnur Amina, oy, bek tamatur. Hatto isida kelib turib. Ah, bek damli. Zinnur, endi sen kimga bo'lak etasan bu shashakni? Bilmaysan, Amina sen? Aningga bo'lak etasanmi qaytqach? Bek yaxshi. Do'stlar, shuning bilan endi bizning topshiruvimiz oxirina da yaqinlashdi. Biz sizni kelasi topshiruvlarda da kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.